u pozani bu pozani o'zgartirib aloqa qilib farzandli bo'laman degan xayoldan yiroqda bo'linglar. Lekin har doim bir narsaga e'tibor berish kerak. Ayol kishi xohlagan pozadan foydalanishi kerak jinsiy aloqa vaqtida. Majburlash yoki o'zini erkakligini ko'rsatish kerak emas. Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan jinsiy pozalar qanaqa bo'ladi, kerakmi u, farzandsizlikka olib keladimi, shular haqida to'liq batafsil gaplashamiz. Poza o'zi oldin eski shu 10-11 asrlarda Ibn Sino vaqtida ham bo'lgan. Jimo deb atalgan u vaqtda. Lekin ko'pchilik bu narsani og'izma-og'iz bir-birlariga aytib yurishmagan. Vaqt o'tishi bilan, sekinlik bilan 20-asrdan bizga shu poza tushunchasi kirib kelgan. Hozirda juda ham ommalashib ketdi. Sababi ko'pchilik yoshlar pornografiyaga qiziqish ortib ketdi. Bemalol ko'rish imkoniyati bo'lishini hisobiga bu narsaga juda ham qiziqish ortib ketdi. Endi bu narsani sizlarga nima foydaligi bor, nima zarari borini aytib beraman. Birinchi, foydasi tomonidan bu albatta aloqa sifatini oshiradi. Agar ko'p tug'ruq bo'ladigan bo'lsa, pozalarni o'zgartirish hisobiga jinsiy aloqa sifati oshishi mumkin. Ba'zi bir ayollarda shu aloqa vaqtida havo chiqib ketishi mumkin yoki ovoz chiqishi mumkin. Mana shu narsani bartaraf etish uchun vrachlar tavsiya berishadi. Lekin har doim bir narsaga e'tibor berish kerak. Ayol kishi xohlagan pozadan foydalanishi kerak jinsiy aloqa vaqtida. Majburlash yoki o'zini erkakligini ko'rsatish kerak emas. Poza har doim erkak va ayolning xohishidan kelib chiqqan holatda tanlanadi. Bu tabiiy holat. Agar xohlamayaptimi, uni majburlash kerak emas. Ko'pchilik men erkakman, men aytgan narsam bo'lish kerak deb noto'g'ri xayolga borasizlar. Bu juda ham noto'g'ri. Juda ham bu tibbiyot ham bu narsani oqlamaydi. Shunday ekan, hech qachon pozani majburlikdan, zo'ravonlik bilan qilish kerak emas. Xo'p, ikkinchisi, poza o'zi farzandsizlikka olib keladimi? Bu umuman bir aniqlanmagan bir faktli narsa emas. Ya'ni pozani o'zgartirasizmi yoki poza har xil rakurslarda aloqa qilasizmi, lekin Alloh farzand bersa, farzand ne'mati sizga peshonangizga yozilgan bo'lsa beradi. U pozani bu pozani o'zgartirib aloqa qilib farzandli bo'laman degan xayoldan yiroqda bo'linglar. Agar sizlarda garmoniylar ko'rilmagan bo'lsa, erkakning urug'ining sifati, morfologiyalari ko'rilmagan bo'lsa, sizlarga pozani o'zi yetarli bo'lmaydi, ya'ni yordam bermaydi. Uchinchisi, jinsiy pozalar ba'zi bir holatlarda, endi bu ham faktlar bor. Aynan erkakning prostatasiga qaysidir ma'noda yordam berishi mumkin, qaysidir pozalar va ayolda ham agar qanaqadir o'sha diskomfort bo'ladigan bo'lsa yoki noqulaylik bo'ladigan bo'lsa, o'zgartirish bu juda ham qulay. Ayolning sog'lig'i uchun albatta bu narsani qilish kerak. Lekin o'sha gap majburlikdan bu narsani qilish kerak degani emas. Ya'ni bu holatda faqat diskomfort bo'lsa, noqulaylik bo'lsa o'zgartirish kerak. Xohish bilan. Poza haqida gapirayotgan vaqtda har doim erkak va ayolda psixikasiga ham to'xtalib o'tishimiz kerak. Ba'zi bir holatlarda umuman kurakka turmaydigan, umuman bir noqulay usullarni tanlaysizlar. Bu ayol kishi patsientlarimiz orasida ham bo'ladi, yig'lab yozadi. Shunaqa narsani aytayapti, nima qilay, doktor yordam bering deb. Bu narsani miyaga sal keltirib olinglar-da. Hammamiz insonmiz, hammamiz odammiz. Bu narsani tanlayotgan vaqtda, ko'rayotgan vaqtda bu narsani men qila olamanmi? Bu narsa ayolim qabul qiladimi bu narsani degan narsa tushuncha bo'lish kerak. Bu o'zingizlardan o'zingizlar har xil videolarni ko'rib, unaqa yotasan, bunaqa yotasan deb ayolingizlarning miyasiga majburan bu ishlarni qildirishinglar bu juda ham noto'g'ri. Har doim bu narsani chuqur o'ylagan holatda, psixologiyalarni to'g'rilagan holatda harakat qilinglar. Ya'ni juda ham ko'p porno ko'rgan oilalarda men juda ham kuzatganman. Amaliyotimda bo'lgan bu holat, ya'ni turli xil o'sha kurakka turmaydigan holatlarni ko'rsatishadi va bu juda ham noto'g'ri bu. Ayol uchun juda ham diskomfort bu. U bir ojiza inson bo'lsa, bu narsani hadeb majburlash bu psixikasiga yomon ta'sir qilib qolishi mumkin. Shuning uchun bu narsaga e'tiborli bo'linglar, har doim psixologiyalarni to'g'rilaylar. Shu va shunga o'xshagan savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda batafsil javob beraman.